Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun men sizlarga allergiya kasalligini Abu Ali ibn Sino bobomiz qanday davolaganligi haqida gapirib bermoqchiman. Oldingi videomni topib ko'rib olsangizlar, allergiya kasalligini kelib chiqish sabablarini aytib o'tgan edim. Hozir esa davolash haqida ma'lumot berib o'taman. Abu Ali ibn Sino bobomiz allergiya kasalini davolashda yalpiz qaynatmasini anjir bilan birga aralashtirib iste'mol qilishni buyurgan. Bu aralashma kuchli ta'sir qiladi, ayniqsa tog' yalpizi bo'lsa. Qaynatib pishirilgan sholg'om ham allergiya boshlanishida foydalansa yaxshi samara beradi. Terida pufakchalar paydo bo'lsa, qichisa, qizarsa, isiriqni qaynatib, suviga cho'milishni buyurgan. Abu Ali ibn Sino yana uzum sirkani teridagi toshmalarga tez-tez surtib turishni buyurgan. Agarda teringizda toshmalar paydo bo'lsa, sirkadan qichimayu ko'tiru toshmalarga sepkilga surkalsa yo'qotar butkul deb o'zining tib qonunlari kitobida yozib qoldirgan. Dori allergiyasida eng foydalisi qimiz, biya suti bilan davolagan bobomiz. Qimizni shifobaxshligi haqida tarixiy kitoblarda ham ko'p yozilgan. Antibiotikdan uzoq muddat qabul qilgan odamda moddalar almashinuvi buziladi. Bunday vaqtda har kuni ovqatlanishdan oldin bir stakan qimiz ichishni tavsiya qilgan. Inson organizmiga kerakli bo'lgan o'nlab turdagi oksillar chakkada bor. Abu Ali ibn Sino allergiyada chakkadan tashqi muhitdan ta'sirlanib xastalangan kishilarga buyurilgan. Xalqimiz orasida chakkani suzma deb ham atashadi. Qurt, ayron, yog'on, xo'rda nomlari bilan ham mashhur. Allergiya kalsiy moddasi yetishmasligi oqibatida ham sodir bo'lishi mumkin ekan. Bunday paytlarda tuxum po'chog'i yordam beradi. Hatto tuxum po'chog'i radionukleidlarni tanadan chiqaruvchi g'oyatda foydali vosita ekan. Uning tarkibida barcha mikroelementlar, mis, ftor, temir, fosfor, oltingugurt, kremniy va boshqa 27 element mavjud. Har kuni tuxum po'chog'ini havonchada yanchib, yoshingizga qarab 1,5 grammdan 3 grammgacha iste'mol qilishingiz mumkin. Uyda boqilgan tovuqning tuxumini po'chog'i bo'lishi kerak. Nafas yo'llari shamollaganda, allergiya, bronxit, laringitlarda eng foydalisi davolash usullaridan biri bug' bilan ingalyatsiya qilishdir. Bunda qaynagan suvga romashkami, yalpizmi, rayhonmi uchalasidan birsini solib, bug'iga og'zingizni tutasiz. Burningiz bilan nafas olasiz. Bu usuldan foydalangan, tajribadan o'tkazgan odamni eshitib sizlarga aytib bermoqdaman. Bu maslahatlarimning hammasi kitobdan Abu Ali ibn Sino yozib qoldirgan ma'lumotlar edi. Ko'pincha allergiyada qichima bo'lsa, qonni yuvish kerak bo'lib qoladi. Bunda natriy-xlor kapelnitsasidan foydalanishingiz mumkin. Albatta, doktoringiz bilan maslahatlashgan holda. Yana qaysi kasalliklar haqida ma'lumot berishimni xohlasangiz, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Obuna bo'lib qo'ysangiz, chiqargan videoroliklarimni ko'rib borishingiz mumkin. Hammaga xayr, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.